Qolib ketmasa bo'ldi, yelkamiz. Bu nima bo'lyapti? Ha? Nega o'xshamaydi? Ulug'larimiz yana bir gapi bor. Tez ketmoqchi bo'lsang, bir o'zing yakka ket. Uzoqqa ketmoqchi bo'lsang, jamoa bilan birga ket deydi. Ikkinchi, gugurt cho'pini ustiga qo'yamiz. Tushib ketmasdan turadi. Ishlasak ham tushmaydi. Ishlasa ham tushmaydi. Anaqa magnit oddiy. Hech qanday magnit yo'q. Ko'ryaptimi hamma? Mana. Ko'ryaptimi hamma? Ko'ringchi. Xo'p. Bu qanday muvozanatda turibdi? Bir-birini ushlayapti. Bir-birini qo'llab-quvvatlab turibdi. To'ldirsak ham bo'ladi, cho'p ko'tarib bersa bo'ldi. Qancha bo'lsa ko'tarib turaveradi. Endi mana shu cho'plarning sonini bittaga kamaytirib ko'ramiz. Qani 3 ta bilan muvozanatda turish mumkinmi, yo'qmi? Nima ko'rsatmaganmi? Gansizmi? Mana. Ikkitada turmaydi. 3 talikda turadi lekin. Yuksalib, keyin birlashgandan ko'ra birlashib yuksalish yaxshi. Mana matematik isbot. 2 kvadratiga 3 kvadratni qo'shamiz. 4 + 9 13 mi? Ana endi ikkalasi birlashib keyin kvadratga ko'tarilsa-chi? 5 kvadrat 25. Deyarli 2 barobar kattami? Alohida kvadrat bo'ldi. Ko'ryapsizlar natijani. Demak, yuksalib, keyin birlashgandan ko'ra birlashib yuksalish yaxshi ekan. Ulug'larimiz yana bir gapi bor. Tez ketmoqchi bo'lsang, bir o'zing yakka ket. Uzoqqa ketmoqchi bo'lsang, jamoa bilan birga ket deydi. Bizda tajriba o'tkazilganda dasturxon boshiga bir guruh odamlarni yig'adi. Uzun qoshiqlarda beradi qo'llariga. Uzun qoshiqlar. O'shalarni uchidan ushlab yeyish kerak. Birinchi guruhdagilar o'sha qoshiqi bilan, uzun qoshiq bilan o'zini ovqat yemoqchi. Yeyolmaydi. Ko'kiladi, sochiladi, yaxshi yeyolmaydi. Ikkinchi guruhda yig'adi dasturxon boshiga. O'sha uzun qoshiqlar uchidan ushlab, ular nima qiladi? Ovqatlanib bunisiga beradi. Ya'ni bir-birini ovqatlantiradi. Meni qoshig'im unga yetadi, uniki menga yetadi. Bir-birimizni bemalol ovqatlantiramiz. Birlashyapti, o'ziyapti. Xuddi mana shuni fizik isboti bo'ldi. Vilkani bir-biriga mana bunday kiyishtiramiz. Oddiy kiyishtiramiz. Bitta gugurt cho'pini olib orasiga kiritamiz. Va ikkinchi gugurt cho'pini ustiga qo'yamiz. Tushib ketmasdan turadi. Ishlasak ham tushmaydi. Ishlasa ham tushmaydi. Anaqa magnit oddiy. Hech qanday magnit yo'q. Ruchkani ustiga qo'yib beramiz. Mana. Qolib ketmasa bo'ldi, yelkamiz. Bu nima bo'lyapti? Ha? Nega o'xshamaydi? Mana hamma tushunib olsin. Bunday qilib qo'ysa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Mana bittasini tagidan, bittasini ustidan qilib, mana bunday qilib, qisqasi mana shoxchalarini bir-birini orasidan o'tkazish kerak-da. Orasidan o'tkazish kerak, yiqilib ketmaydigan qilib, qattiqroq qilish kerak mana. Endi shu gugurt cho'pini olasizlar-da. Mana tagidan kiritish kerak. Tushunarlimi? Tagidan kiritib, mana bu yerga qistirib qo'yasizlar, bo'ldi. Endi bittada o'xshamasligi tabiiy. Sizlar professional emas endi, bittada o'xshamasligi tabiiy.
Muvozanat vaziyat. Bering. Yo'q, mayli, farqi yo'q. Tushganchiga qo'yaylik. Bitta mana ko'rsa kerak.